Baki, İlyos yo'qmi yana? Yo'q, kelmaydi. O'zimiz boshlayveramizmi? Boshlaymiz. Davay, ketdik bo'lmasa. Kamera motor. Assalom jigarchalar. ID Films Production yangi loyiha boshladi. Ilyos Fayzullin va Doniyor To'sanovlar boshlagan kamera loyihasida eng qiziqarli va kulgili videolarga parodiya qilinib, bir-biri bilan musobaqalashadi. Videolar ovozga qo'yiladi va eng yaxshi parodiyali video egasi g'olib deb topiladi. Demak, kamera, motor. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yana bugun kamera loyihasi 2-soni, yana boshlovchingiz, yagona boshlovchingiz Doniyorjon To'sanov. Bugun kamera loyihasini qo'ldan kelgancha o'zim olib borishga harakat qilaman, chunki Ilyos dabba kelmagan hali. Bilmadim, nimadir ishlar chiqib qolganmi? Xo'sh do'stlar, biz boshlaymiz. Boji qani? Achom, nima barvaqt boshlading uni? Sizdan so'ramabmiz-da. Kelishingizda aytganda boshlamay turaydim umuman. Qayin ishlar chiqib qoldi-da, tam seriozli ishlar. Bu nima ahvol bu? Endi boji xalqning orasida yurgan paytda bir akkuratni, solidni yurish kerak-da. Yo'q, xalqni orasida yurgan gapga senga nima aloqasi bor bu kiyinishingni? Endi boji kostyum kiygan sabab xotinlarim hamma kiyim yuvdi-da, shuning uchun kiydim buni. Gap yo'q. Xotining shu kiyimlaringga qo'shib o'zingda ham yuvormabdi-da. Yo, mayli, kostyum buruk zo'r, gap yo'q, klass. Bitta klass bosib, podpiskani bosib qo'yamiz. Gap yo'q, zo'r. Mana u nima edi, mana bobichka. Yo'q, vaqtida ota-bobom aytgan, kostyum buruk kiysang, обязательно babichka kiyib yur deganda. Yo'q, ota-boboning gapini senga nima aloqasi bor? Yuvilgan rubashka shu uchun kiydim. So'ng davay, boshlaylik tezroq kamerani. Bo'yningdagi bo'yintirixni yechib qo'ydi. Bo'yintirix nima bilasanmi? Nima degan? Mana eshagaroga eshakni bo'yniga toqib qo'yak, arvon tortadi. Sen ham xuddi shunday qilyapsan. Xo'sh, boshlaymizmi? Davay. Hurmatli do'stlar, biz boshladik. O'tgan safargi sonda kim yutdi, kim yutqizdi, o'shani doskaga yozib qo'yishimiz kerak. 1-0 qilib. Kim yutdi deb o'ylaysiz? Hisobladingmi, yo'qmi? Yo'q, hisobladingizmi? Hisobladik. Kim? Doniyorjon yutdi, Doniyor. Qarsaklar. Qanday Doniyor? Rahmat. Aman Человек-паук qanday o'ynadim? Men o'zi bu kostyumni bozorga kiydim men. Yo, Человек-паук mayli, men g'altayda turib kuchukdan qo'rqib qanday qo'shiq aytdim? Yoz hay, davay. Ko'ramiz. Shuni yozib qo'yaylik. Mailga deng, mail. Вот mail. Tak, Вот mana shu yerda yoz, mana Doniyorjonga 1, Ilyosga har doimgidek 0. Tur yo'q, bu desa ham bo'laveradi. Всё, ikki sonda ko'ramiz, ikkinchi sonda. Xo'p, ikkinchi sonni boshlaymiz. Ну всё, поехали, давай. Xo'p, endi siz bizga shart berasiz-da, shunda. Da, конечно, chunki sen o'tgan safar menga shart bergansan, endi senga konkret shart bergan. Endi sen bilaman, seni o'sha qo'shiq aytayotgan mahoratlaring zo'r. To'xta, faqat qo'shiq emas, iltimos. Bizda ovoz nima bo'yapti? G'altak bo'yapti. Hech qachon faqat qo'shiq aytasan. Давай. Ha, mayli. Сейчас. Я найду это видео. Qani? Almon gullaring olib atrofingga nazarlar solib mahallaga kelib Zo'r, gap yo'q. Shumi? Да? Давай, bosing. Qarab tur, mayli. Hurmatli do'stlar, biz ketdik. Alvon gullaring olib atrofingga nazarlar solib mahallamga kelar eding musiqani qo'yib olib qani birgalikda hali hanuz yozimda kelgin dedim yonimga seni jondan sevgandim eng gullagan chog'imda hammamiz birgalikda ko'k shukuli eslatadi seni menga o'sha chukuli qo'shni guli o'sha juguli Rahmat. Bojik, sen bu turish xalq artisti bo'lib ketasan, toshna. Yo'q, ishing bo'lmasin. Endi sizga shart berishim kerak-a? To'xta. Telefon bo'lyapti uyda. Baki, выключи камеру, пожалуйста, Алло. Bu kishi xotindan qo'rqadimi? Yo'q, chichoradi ko'ksan. Да, я на съемку.
А bo'ldi, уже съемка tugadi, hozir boraman. Все, boraman hozir, давай, ладно. Aha, gap yo'q, gap yo'q. Ochikdan men uyga ketishim kerak, iltimos. O'zing ana tugatib qo'y, hay. Yo'q, to'xta. Gap yo'q. Bunaqa prikollarni, deytski prikollarni borasida, Sadigday do'stlaringizga qilasiz. Tushundingizmi? Bo'lmadi. Shart bajariladi. Bu yerga keldingizmi, shartni bajarasiz. Muhokama qilinmaydi. Eshitdik, yaqinda trenirovkani boshlabsiz deb eshitdim. Sen qara, sen trenirovka qilyapsan, noto'g'ri trenirovka qilyapsan-da. Senga bitta grafika chizib beraman. Qara, mana videoni ko'r o'zing. Mana. Endi bu texnikang bo'yicha men trenirovka qilishim kerakmi? Yo'q do'stim, shu videoni siz bajarib berishingiz kerak. Nima Nima deymiz? Bajarish kerak, to'g'rimi? Shart bo'lgandan keyin bajarish kerak. Sharmandachilik bu. Sharmandachilik. Как такое видео буду снимать? Ладно. Asamni o'ynamada bajarib kel, do'stim. Все, mayli, давай ketdik. Ketdik. Faqat menga unaqa izdevательский nima videolarni Yo, bersan. yoraveryapsan-da, qara. Endi bu turishman toshlikkacha bo'lib ketaman lekin. Xo'sh, endi kim g'olib bo'lganini hurmatli muxlislar aniqlaydi kommentariyaga. Do'stlarim, agar jim o'tirib tur. Agar misol uchun meni videom yoqqan bo'lsa 1, Ilyas yoqqan bo'lsa 2 qo'yib kommentariyaga Bu safar belgilab men ketaman. tosh yutaman-da. Men uchun podдержка qilinglar do'stlar. Bu safar sen sholg'om, sabzi nimalarni yutasan, lekin meni yutolmaysan. Hurmatli do'stlar, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Mana shunday syomkaga bizga yaqindan yordam bergan King Media studiyasiga rahmat aytib qolamiz. Agar siz ham shunday podkast yoki o'z Har xil kontent в общем, da. har xil kontentlar olmoqchi bo'lsalaringiz, mana bu kommentariyada manzil nimalarni qoldiramiz, Instagram, Telegram hamma narsani qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizni nomdan telefon qilsalaringiz, Omadbek ukamiz ko'taradi, Aliyo deb o'sha kishi bilan bemalol gaplashaverasizlar. Xo'sh, keyingi ko'rsatuvda rejalarimiz, do'stlar, keyingi ko'rsatuvda mehmon tashrif buyuradi. Qaysi mehmonni tashrif buyurishimizni kommentariyaga ham yozsangiz, shunga qarab chaqiramiz, lekin albatta keyingi ko'rsatuvda mehmon bo'ladi. Keyin mana bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin-da. Nasib bo'lsa, keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Rahmat. Stolimiz endi kengayadi, to'g'rimi, shundaymi? Yo'q, stolimiz emas, studiyamiz endi kengayadi. Stolimiz tentak. Bir nima deb gapir sen ham. Все, что сказать? Do'stlar, всем спасибо. Kuzatganlar uchun katta rahmat. Мне надо идти xotin telefon qilib, da просто почему. Shunaqa xotin qo'li do'stlarga videoni yuborib qo'yursangiz bo'ladi. Rahmat, bizni kuzatishda davom eting. O'sha gap, sog'mi shu, tomonmi shu?